va tirancha. Makichi, Ha, mak. sigaretni olchi. Hali yosh bilaman, amaki sigaret chekmayman. Bog' bo'lmasam daran cho'ntigini olchi. Qanday? Olib keldingmi? Gugurt qani buni? Chekaylik odam gurguti bilan yurmaydimi? Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Sizda musofirda yurib ishlagan oyligingizni uyga jo'natishda muammo bo'lib turgan bo'lsa, men sizga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Bu ilovadan zo'r kurslarda dollar yuborishingiz mumkin. Undan tashqari, Humo uz kartlarga ortiqcha foizlarsiz sumni ham yuborishingiz mumkin. Demak, nima qilamiz? Yubor ilovasidan uyga pul yuboramiz. Ha, aytgancha, bu ilovani siz Play Market va App Store dan topishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Atirgilim, atring qayga taraladi. Tish. Bog'chida kimlar seni saraladi. Tish. O'g'lim qara, akin, azi bor ekan. Bitta pechenye bersan, beribsan-da o'g'limga. Ke o'g'lim o'zim. No. Nazarbekka to'g'ri ketyapmanmi? Aka, men ham kattaroq o'sha yerga ketib turdim. Qayerga ketib turgan so'raganmi yo'qmi? To'g'ri ketyapmanmi yo'qmi? Menga o'shani ayt bo'ldi. Aka, kepka futbolkani o'zimiz ishlab chiqaramiz. Brendingiz logotipini xohlasangiz pechat, xohlasangiz beshik usulda chiqarib beraveramiz. Eng kami 100 ta. Bag'i 2 vagon, 3 vagon ketaveradi. Qanchada kelay? 2 kunda tayyor bo'ladi. Ha. Anu odammi? O'zim seni boplayman. Ama aka, siz uchun yigirmamiz akaman. Gadoyi, hozir boplaymasan. Aka, Ha, anu choyni nechi pul? 1 million olasanmi? Xolosmi? Hozir pulni olib kelaman. Amaki, mana 1 million bering choyni. Buni 100 ming-ku. Nariga qarangchi nechta ekan? Aka, sadaqa qilib o'tket-e. Voy uka, meni pulim plastikda-da, yeshtiri qachishda tashlab ketaman. Aka, kartamga tushirib beravering, o'zim naqd pul qilib beraman. Uka, men 3 million pul yeshtiraman. Senda unaqa katta pul bo'lmasa kerak. Ya, aka, siz men kimni o'ylaysiz? Menda 5 million ham chiqadi. Mana. Aka, qancha kerak o'zi? Zo'r bola ekansan-a? To'xtang. To'pni ichida qolib ketdi-yu, kim oladi buni?